Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Men 100 kun davomida asteroidda yashayman. Resurs yig'ishning faqatgina bitta yo'li bor. Mana bu qo'limda turgan ultra tovushli pistoletdan asteroidga qarab otishim kerak. Bu yerda Sputnik bo'lishi mumkin, muzlagan astronavt, hattoki o'zga sayyoraliklar ham bo'lishi mumkin. Ba'zan oddiy resurslar ham olish mumkin. Ulardan biri yog'och va tosh. Agar omad kelib qolsa, nazaret yoki bo'lmasam spamner tuxumini ham olishimiz mumkin. Faqat obuna bo'lish esdan chiqmasin, chunki men bu videoning ustida anchagina ishladim. Men Ashraf Okrayni mag'lub qila bilarmikinman? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Jin ursin, kichkinagina asteroidning ustidaman. Menga havo yetmayapti. Jin ursin, qani ko'raylikchi invertarimda nima bor ekan? Astronavt shilemi va to'pponcha. Xush. Va nihoyat endi kislorod ham bor. Sal qolsa o'lib ketardim-a? Jin ursin, nima bola uchib yuribdi? O'zi nima bo'lyapti bu yerda? Xush, menda ultra tovushli pistolet bor ekan. Jin ursin, pistolet otarkan. Xush, menda mayak bor. Bu nima, kislorod generatorimi? U shu turgan joyimda kislorod ishlab chiqarar ekan. Xush, hozirda mening kislorodim 73% ni tashkil qiladi. Uni mana bu yerga qo'ysam-chi? Ishlayapti. Va nihoyat men kosmosdan nafas ola bilaman. Jin ursin, menda aholi bormi? Qoyil. La'nati, shilimi ham bor ekan. Jin ursin, lekin uning burni shilimga sig'mabdi. Shunaqa ham katta burun bo'ladimi? Sen menga qo'shilishing mumkin. Men juda ham baland sakra bilamanmi? La'nati, mana bu asteroid meni boshimga kelib tegdi. Jin ursin, bu yerda asteroidlar juda ham ko'p-ku. Bu Sputnikmi? Qani nima berarkin? Sputnik bo'laklarimi? Qoyil, Jin ursin, axir men buning yordamida jetpack yasa bilaman-ku. Xush, yana bir qancha buyumlar topdim. Jin ursin, mana shular menga kerak emas. Bunisi nima berdi? Olovli tayoqchalar. Menda shakar qamish va bug'doy bor. Bularni ekishim uchun menga yer kerak-ku. Agar men seni yemasam ochlikdan o'lishim aniq. Yana bir 3 kun tirik qolardimmi deyman. Men mana bu asteroidlarni otishim bilan menga buyum kelib tushyapti. Qani ko'raylikchi? Menda 4 ta olmos bor ekan. Qoyil. Mana endi menga ozuqa kerak. Menga yog'och kerak bo'ladi, chunki men kirka yasashim kerak. Men bir kunimni mana shu menga qarab uchib kelayotgan asteroidlarni otish bilan shug'ullandim. Undan tashqari ko'proq resurslar ham oldim. Invertarim to'lgan, lekin yog'och yo'q. Lekin birozgina ovqat bor. Endi esa to'plangan bloklarni olib turgan asteroidimizni kengaytiramiz. Chunki u juda ham kichkina. Kelinglar, uni kengaytiramiz. Yana menda tovuqning tuxumi ham bor. Mana bular menga kerak emas. La'nati, kosmosda uchyaptimi? Aytganday, kosmosda gravitatsiya yo'q-ku. Mana endi kelinglar, yog'och qidirishni davom etamiz. Balki mana bu asteroidlarning birida yog'och bordir. Qo'yilay, men quyonning tuxumini oldim. Xo'sh, oshna, mana endi mana shu sening uying. La'nati, obbo! Hozir men seni qiyinchilikdan ozod qilaman. Senga nima bo'ldi? Qani orqaroq tur, meni to'pponcham bor. Menda bir chelak vulqon bor. Agar bir chelak suv bo'lsa, tosh ishlab chiqaradigan generator yasasa bo'ladi. Mana meni yaxshi ko'rganim. Mana endi yog'och chiqmaguncha mana shu asteroidlarga otaveraman. Bu yerda ikkita Sputnik bor, lekin yog'och yo'q. Xayriyat, men birozgina yog'och oldim. Kelinglar, biz turgan asteroidni yana kengaytiramiz. Xush, mana bu o'ktamning oldiga loy tashlaymiz va ikkita olgan ekinni ekamiz. La'nati, men o'ylabmanki asteroid ekinlarni buzadimi deb. Jin ursin, agar buzsa shunaqangi xafa bo'lardim. Va nihoyat, mana endi men verstak va sandiq yasab bilaman. Mana bu omborxona menga endi kerak emas. Endi esa ekinlarni katta bo'lishini kutamiz. Bu 100 kun juda ham maroqli bo'ladi. Men qo'limdagi nurli to'pponcha bilan asteroidlarga otishda davom etaman. Do'stlar, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin, chunki juda ham qiyinchilik bilan bu videoni dublyaj qildim. Jin ursin, asteroid meni sandig'imga kirib urildi. Mana endi hammasi osmonga uchib yuribdi. La'nati, meni olmoslarim, axir menda 32 ta olmos bor edi. Ularni qo'ldan chiqarmaslik kerak. Qani edi jetpack bo'lganda edi. Iltimos, faqat uchib ketmanglar. Verstak ham uchib ketibdi. Men olmosni oldim, yana 4 tasi qoldi. Bunisini ham oldim. Yo'q. Mana buni ham olaman. Bo'ldi. Mana endi omborchani yopib qo'ymasam bo'lmaydi. Qani parpi yo'qol bu yerdan, kisht. Endi esa sandiqni qayta o'rnatamiz va barcha buyumlarni ichiga solamiz. Mana endi menga yetmaganlarni teramiz. Menda hali yetarlicha resurslar yo'q, shuning uchun ularni teramiz. Xo'sh, men barchasini terib oldim. Jin ursin, lekin juda ham qo'rqdim. Men o'ylaymanki, endi sandig'imni hech qanday asteroid kelib urmaydi. Menimcha asteroid 2 qavatli betonni tesh olmasa kerak. Har ehtimolga qarshi yana bir qavat qo'shaman. Bilaman, beton anchagina mustahkam, lekin har ehtimolga qarshi qo'shib qo'ydim. Jin ursin, bu kulgili bo'lmadi. 8-kun men har doimgidek nurli pistoletimdan asteroidlarga otib o'tirgan bir paytda juda ham mudhish voqea sodir bo'ldi. Men do'stim O'ktamni yo'qotdim, chunki men bilmagan holda unga nurli pistoletimdan o'q uzdim. La'nati O'ktam, chunki uning o'zi aybdor edi. U meni nurli pistoletimga yaqin keldi. Do'stlar, O'ktam uchun like bosib, kommentariy yozmasangiz bo'lmaydi. Jin ursin, la'nati O'ktam, axir biz u bilan aka-uka bo'lgan edik.
Mayli, biroz o'tgandan so'ng yana aholi toparmiz. Mana endi menda ham yetarlicha yog'och bor, endi esa kelinglar kirka yasaymiz. Shoshmanglar, menda olmos bor ekan-ku, demak olmosli kirka yasaymiz. Qani, qoyil. Endi esa sandiqli xonani kengaytiramiz. Mana sandiq kattaroq bo'ldi, mana endi bu yerga verstakni qo'yamiz. Mana endi kirka yordamida bu yerni ta'mirlaymiz. Jin ursin, yana asteroid kelib urildimi? Bir nechta bloklarni rasvo qildi-ku. Yaxshiyamki sandiqqa kelib urilmabdi. Jin ursin, juda ham xavfli-ku. Bu yerni beton bilan o'rab olmasak bo'lmaydi. Qiziq, men yashab turgan asteroidning ichida nima bor ekan? Balkim qimmatbaho buyum bordir. Qani, ko'laylikchi nima bor ekan? Ko'mir bor ekan-ku. Bo'ldimi? Asteroid piu. Qani, menga nima berdi? Yana tuxum. Voy la'nati, nima bo'la bu? Agar men buni yesam zaharlanib o'lmaymanmi? Bu asteroidning ichida deyarli hech nima yo'q ekan. Lekin esingizdan chiqarmang, har 20 kunda asteroid kengayishni boshlaydi. Agar omadim kelib qolsa, yer osti dunyosidagi olmosni topib olarman. Mana bu ortiqcha bloklardan esa men o'zimga ferma yasayman. Uning ichiga esa kartoshka va sabzilar ekaman. Xo'sh, menda ularning urug'i bor. Qovun urug'i ham bor ekan. Mana endi ularni ekamiz, chunki kosmosda yashab qolishim uchun menga ko'proq oziq-ovqat kerak. Endi esa cheksiz basseyn quramiz. Temir koni ham qursa bo'ladi. Men kosmosga ekin ekkan birinchi fermer bo'laman. Yana daraxtlar ham ekamiz. Yer la'nati, yer tugadi-ku. Hech qisi yo'q. Mana bo'ldi. Har ehtimolga qarshi men mana bu yerdan devor ko'taraman. Aytib bo'lmaydi, la'nati asteroid kelib meni yerimni shudyor qilib ketishi mumkin. Xo'sh, mana bo'ldi. Jin ursin, mana birinchi asteroid. Qani ko'ramiz, devorni buza bilarmikin? Tegmasdan o'tib ketdi. Mana endi ko'ramiz, asteroidlarni otsak, ulardan qanchalik qimmatbaho buyumlar tushar ekan. Men 11-kunimni oldimdan chiqqan asteroidlarni otish bilan shug'ullandim. Axir bunday nurlik pistolet faqat menda bor. Men anchagina asteroidlarni otib, sandig'imni ham to'ldirib oldim. Yana undan tashqari anchagina tuxumlar ham oldim. Yana bir yangilik, men do'stim O'ktamni qaytardim. O'ktam, seni skafandrdan chiqib turgan burningni yaxshi ko'raman-da. Jin ursin, menimcha hazilim yo'qmadi. Hozir menda otlarni chaqiradigan tuxum bor va ikkita papugay. Jin ursin, papugaylar kosmosda nima qilar ekan? La'nati, ko'k papugaymi? Axir menda ko'k papugay yo'q edi. Menimcha bunday papugaylar sanoqli bo'lsa kerak. Xo'sh, oshna, mana endi sening uying mana shu asteroidning ustida. Qoyil, men uni qo'lga tez o'rgatdim. Yana bitta papugayni chaqiramiz. Rangi sariq va kulrang aralash ekan. Men o'zimda bor barcha olmoslardan olmosli zirhli kiyim yasadim. Yana men o'zimga shlim yasadim. Uni kiysa bo'larmikin? La'nati, hozir men o'laman. La'nati, skafandrsiz yashab bo'lmas ekan. Jin ursin, men anchagina jonimni yo'qotdim. O'ktam sal qolsa men o'lib ketardim. Xo'sh, kelinglar, sandiqni yanada kattaroq qilamiz. Endi haqiqiy mustahkam devor ko'tarmasak bo'lmaydi. Axir sandiqni nima bilandir himoya qilishimiz kerak-ku. Xo'sh, demak, la'nati, hozir kimdir uchib ketganini ko'rdim. Yana shunaqa maxluqli sigirmi? Mana oshna, seni oshnang bor. Men devorni ko'tarib o'ldim, mana endi bu yerni buzib tashlaymiz. Endi esa sandiqlarni ko'paytiramiz. Xo'sh, mana biz bir nechta yangi sandiqlar qurdik. Jin ursin, bu nima, astronavtmi? Ko'rdingizmi, astronavt men qurgan devorga urilib ketdi. Xayriyat, shu devorni qurgan ekanman. Ishqilib, mol hollarimga urilib ketmasa bo'ldi. Men ulardan birini yo'qotishni xohlamayman. Jin ursin. La'nati, hamma devor ortiga berkinsin. O'ktam, qayerdasan? Yo'q, uy hayvonlari uchun bir nima qurmasam bo'lmaydi. Men mana bu bor yog'ochlarni olib, ularga uy qurib bermasam bo'lmaydi. Oldin panjaralardan boshlaymiz. Hozircha ularni mana shu yerga joylashtiraman. Ozgina bug'doy olamiz. Jin ursin, kosmosda ham bug'doy o'sar ekan. Qani, bu yoqqa kelinglar. Oldin qizil va qora sigirlarni tiqamiz. Xavotir olmanglar. Jin ursin, mana shularni qarashi menga yoqmaydi-da. O'ktam, ko'k papugayni ko'rmadingmi? Alo. Jin ursin, turgan joyingni qara, oshna. Qushlar uchun ham uy qurmasam bo'lmaydi. Qushlar uchun uyni qanday quraman bilmayman, lekin sandiqlarni boshqa joyga eritish kerak. Bo'lmasa mol hidi sandiqlarga o'tiradi. Xo'sh, sandiqlarni mana bu devorning o'rtasiga joylashtiramiz. Yo'q xudoyim, kosmosda bu maxluqlar nima qiladi? La'nati, shunisi yetmay turdi. Axir bu yerda har doim kechqurun-ku. Iltimos, yo'qol bu yerdan. Jin ursin, mana endi tushlarimga kirib chiqasan. Agar meni videomni ko'rayotgan bo'lsangiz, men bu maxluqlarni yomon ko'raman. Dwayne Johnsonning zarbalarini bermasak bo'lmaydi. Men hozirgina uni taqir boshi bilan urdim. Mana bu esa mening hayot manbaim. Agar u yo'qolib qoladigan bo'lsa, men nafas olib bilmayman. Axir mana shu menga kislorod beryapti. Xo'sh, uni mana bu yerga joylashtiramiz. La'nati. La'nati. Men xato qildim, nima balo? Yaxshi joyga yetib qo'yganim yaxshi. Mana bu yerga zina joylashtiramiz. Men kelayotgan asteroidlarni otishim uchun. Chunki bu qurgan devorimdan asteroid uchib kelishini ko'rmayapman. O'ktam, ehtiyot bo'l, tushunarlimi? Agar tepaga chiqadigan bo'lsang, Dwayne Johnsonning zarbasidan olasan. Xo'sh, zina tayyor. Mana endi bemalol kelayotgan asteroidlarni otsa bo'ladi.
Lekin menga hali qizil toshlardan kerak bo'ladi. Chunki men generator qurishim kerak, yana bir nechta bloklar kerak. Yana bir nechta resurslar olishimiz uchun asteroidlarga o'tishimiz kerak. Yana bir aholini qo'lga kiritdimmi? O'ktam, seni ukang keldi. Xullas men Sputnikni qo'lga kiritishim kerak. Chunki Sputnik menga kerak bo'ladigan materiallarni beradi, hattoki qizil toshni ham. Yana bitta muzlagan astronavt. Endi menda ham ot bor. Jin ursin, O'ktam, bu yerda nima qilyapsan? Men O'ktam emasman, Durduqulman. Ikkingiz ham bir-biringizga o'xshaysiz. Mana ozgina kislorod olib oldim. Men yunglik blokni oldimmi? Jin ursin, Sputnikni otish juda ham qiyin ekan. 2 kun ichida men 4 tona oldim. La'nati, juda ham ko'p vaqtimni olyapti. Hozir menda 3 uyum va 11 ta qizil toshdan bor. Mana endi 20-kun kelguncha otishda davom etamiz. Ko'ramiz nimalarni qo'lga kiritar ekanman. Chunki har 20 kunda men turgan asteroid kengayishni boshlaydi. Xo'sh, endi nima tushgan ekan? Yana bir aholimi? O'ktam, Durduqul, yana sizlarning do'stingiz keldi. O'ylaymanki, sayyoralik o'zgalar menga tushmaydi. Mana 20-kun va asteroid menga signal beryapti. U 10 soniya ichida kengayishni boshlaykan. Jin ursin, kislorod kam qolibdi-ku. Qo'yil, yaxshigina katta bo'libdi-ku. Yo'q xudoyim, yaxshigina katta bo'lgan ekan. Do'stlar, bizning yashab turgan asteroidimiz yaxshigina katta bo'libdi. Durduqul, O'ktam, bu yerni o'rganib chiqinglar. 3-chingiz qayerda? G'anisher? Biz kislorodni g'amlab olishimiz kerak. Xo'sh, mana endi qazish ishlarini boshlaymiz. Ko'raylikchi nima yangilangan ekan. Xo'sh, birozgina ko'mir. Bu yerda beton bo'lagi, balkim spawner ham bordir. Men hech nima ko'rmayapman, faqat bu yerda qora tosh bor ekan. Agar uni nurli pistoletim bilan otsamchi? Nurli pistoletim bilan otsam buzib tashlaydi deb o'ylagandim. Bu meni ishimni yengillashtirgan bo'lardi. Mayli, men ozgina kovladim, lekin hech vaqo topmadim. Lekin men yashab turgan asteroid yaxshigina katta bo'ldi. Lekin men yashab turgan asteroidga ko'proq asteroid kelib urilyapti. Mana endi men orolchamni yana kengaytirsam bo'ladi. Men yashab turgan asteroidni orol deb olsak, orolni Sobirahimov orol deb ataymiz. Mana bu to'tiqushcha esa meni yelkamdan hali beri tushgani yo'q. Menimcha men unga yoqib qoldim shekilli. Bu to'tiqushchani nomini Rudolf deb qo'yamiz. Do'stlar, tanishing, mening to'tiqushim Rudolf. La'nati, kislorod tugayapti. Yo'ldan qoch, la'nati. G'anisher, nima qilib yuribsan? Men G'anisher emas, O'ktamman. Xo'sh, mana endi menda tayyor platforma bor. Kelinglar, generator qurishni boshlaymiz. Xo'sh, demak, la'nati, meni kislorodim tugayapti. Rudolf, yo'qol bu yerdan. La'nati, meni bitta yuragim qolgan edi. Jin ursin, meni aholimga nima bo'ldi? Jin ursin, O'ktam yonyapti. O'ktam, men seni qutqaraman. Men Durduqulman. Qayerda eding shu paytgacha? O'rningdan oshna. Men kislorod olmasam bo'lmaydi. Jin ursin, kosmos juda ham xavfli ekan. Xayriyat, mana bor ekan-ku Sputnik. Yo'q xudoyim, 2 ta Sputnikni urdimmi? Men hozirgina 2 ta Sputnikni urdim. Mana endi kelinglar, generatorda ishlashni davom etamiz. Generatorda bemalol ishlaymiz, zaxiramizda betonlar bo'ladi. Agar omadimiz keladigan bo'lsa, biz toshlarni ham qo'lga kiritamiz. Mana endi ishlashda davom etamiz toki katta toshlarni qo'lga kiritgunimizcha. Keyin esa men ularni pechda kuydirib, g'ishli toshlarga aylantiraman. Chunki ko'rib turganingizdek, hozir bu yer rasvo ko'rinyapti. Xo'sh, mana tayyor. 9 uyum toshlar. Mana endi pech tayyorlaymiz. Mana bu toshlarni eritamiz. Jin ursin, kislorod tugayapti. Yo'q xudoyim. Jin ursin, mana bulardan ko'paytirmasam bo'lmaydi. Buni sekingina bu yerdan olamiz va yiqitib yubormaslikka harakat qilamiz. Chunki ko'rib turibsiz, bu yerda gravitatsiya yo'q. Yana oyga uchib ketmasin deyman. Xafa bo'lib o'lib qolsam kerak. Mana endi silliq toshini olamiz, yana ozgina temir va pechni yangilaymiz. Jin ursin, nima uchun uylik pechlarni ishlatib bilmayapman? Jin ursin, axir ularda rudalarni kuydirala-ku. Shuncha vaqtim bekor ketdi. Shunaqa ham bloger bo'lamanmi? Mayli, ularni yo'qotamiz. Bu yerga oddiy pechlarni joylashtirib chiqamiz. Ichiga esa oddiy toshlarni joylashtiramiz. Xo'sh, men toshlik g'ishlarni oldim. Mana endi butun polni toshlik g'ishlarga almashtiramiz. Jin ursin, axir men nurlik pistoletlarim bilan mahluqlarga otsam bo'ladi-ku. Xo'sh, men deyarli tugatdim. Mana bu zinalarni ham o'zgartirsam bo'ldi. Mana tayyor. Mana toshlik g'ishlar bilan qurib chiqdik. Mana endi baquvvat bo'ldi. Mana endi bu yerda o'zimni xavfsiz his qilyapman. Jin ursin, sizlarga nima kerak o'zi? Menda nurlik pistolet bor. Xo'sh, yana nasibangni olmoqchimisan? Agar senda ham nurli pistolet va yelkangda papugay bo'lsa, Jin ursin, men Rudolfni o'ldirib qo'ydimmi nima balo? Shunaqa ham boquvchi bo'lamanmi? Jin ursin, mana endi ko'k papugayga ism topish kerak. Xo'sh, bu yerda yozilishicha, men o'zimga raketa yasab bilar ekanman. Jin ursin, men mana bu yerda kitob borligini bilmagan ekanman. Qani ko'raylikchi. Craft retsepti. Jetpack yoqilg'ida yuradigan, u sizga uchish imkoniyatini beradi. Siz unga generator orqali yoqilg'i qo'yishingiz mumkin. Xo'sh, mana u. Mana uning uchun kerakli bo'ladigan buyumlar. Men ulardan bittasini yasa bilaman. Men jetpack yasa bilarmikinman? Menga yana 3 ta Sputnik kerak ekan. Hozircha menga 2 ta bor ekan. Mana endi kelinglar, bir nechta Sputniklarni urib tushiramiz. Chunki men o'zimga jetpack yasashim kerak. Bu Sputnik emas.
Sputnik hozircha ko'rinmayapti. Sayyoralik o'zgalar ham ko'rinmaydi-ya. Menimcha 30-kunga yaqinlashsak sayyoralik o'zgalar paydo bo'lsa kerak. Men intiqlik bilan ularni kutaman, chunki ulardan eng qimmatbaho buyumlar olsa bo'ladi. O, mana Sputnik. Bo, hech vaqo yo'q. Kelinglar, chiqqan hosilimizni terib olamiz, chunki men och qoldim. Jin ursin, men uchib ketyapmanmi? Yellanati, meni kartoshkam uchib ketdi. Agar men tezgina jetpack yasa bilsam, men uchib ketgan kartoshkamni qo'lga kiritib bilaman. Endi mana bu la'natiga ism qo'yishimiz kerak. Uning ismini Azamcha deb qo'yamiz. Jin ursin, Azamcha, sen havoda muallaq turibsan. Nima balo, atomli qushmisan? Men 27-kuni Sputnik topishga harakat qildim. Men shu paytgacha faqatgina ikkita topdim xolos. Kelinglar, yana bir nechta qidiramiz. Va nihoyat yana Sputnik topdim. Mana endi menda 3 ta bo'ldi. Tayyorlashim uchun faqatgina temir yetarli emas ekan. Qizil toshlar kerak. Axir menda barcha materiallar bor-ku. Mana endi tayyorlash tugmasini bosamiz. Xo'sh, mana endi uchish uchun mana buni bosish kerak ekan. Xo'sh, avvalambor buni kiyib olamiz. Endi buni nima qilib berar ekan? Men jackpot yutdim. Yo'q, xudoyim, aqlga sig'maydi. Xo'sh, meni ozuqam qancha ekan? 71 ta. Mana endi men yoqilg'i stansiyasini qurishim kerak. Men oyga ham, hattoki mana bu asteroidga ham tega bilaman. Xayr, mening orolim. Endi esa uran qidirishga boramiz. Mening yoqilg'im 19 ta qoldi. Jin ursin, hozir tugaydimi nima balo? Xo'sh, boshlanishi yomon emas. Jin ursin, mustahkamlik darajam ham tugab boryapti-ku. Xo'sh, demak, yoqilg'i stansiyasini qurish uchun menga nimalar kerak? Temir, vulqon, qizil tosh va ko'mir. Menda 2 chelak vulqon bor. Xo'sh, qizil tosh ham bor. Ko'mir, temir hammasi yetarli ekan. Xo'sh, men stansiyani qurishim uchun yana 2 chelak vulqon kerak ekan. Bu nima degani siz bilasizlarmi? Mana bu asteroidlarga otish vaqti keldi degani. Chunki menga 2 chelak vulqon kerak. Jin ursin, hozir nimadir uchib ketganini ko'rdim. Jin ursin, boyagi maxluq qayerga uchib ketdi? La'nati. Bilasan, meni nurlik pistoletim bor. Yana nima qilasan oldimga kelib? Asteroiddan turib resurslar izlash juda ham qiyin ekan. Chunki bo'lar bo'lmas narsalar juda ham ko'p. Masalan, mana bu otlarni ko'paytirish. Bularni menga nima keragi bor? Nima balo, ot fermasi qilamanmi? Xo'sh, bo'lmasam davom etamiz. Va nihoyat bir chelak vulqon. Yana bir chelak topsam bo'ldi. Va nihoyat bir chelak vulqon. Xo'sh, mana endi chelakdagi vulqonlarimni olaman, temirni va ko'mirni olaman. Instruksiya ham esdan chiqmasligi kerak. Xo'sh, mana tayyor bo'ldi. Endi uni o'rtaga qo'yamiz. Ko'rinishi yomon emas. Mana endi jetpackni olib uni oldiga. La'nati, men bilmasdan knopkani bosib yuboribman. Jin ursin, yoqilg'isi ham tez to'lar ekan. Menimcha bu buzilib qolmaydi. Mana endi biz tayyormiz. Qani olg'a. Mana endi qurish osonroq bo'ladi. Mana endi jetpack bilan qurilish qilsam ham bo'laveradi. Masalan, yerni qurishim ham mumkin, yoki bilmasam Marsni, yoki bilmasam Oyni. Men o'ylab qarasam, mana bu yerga tushmagan ekanman. Yoqilg'im tugab qolmasa bo'ldi. Essiz, O'ktam, G'anisher va Durduqul endi oramizda yo'q. Men bilmayman ular qayerga qo'yib bo'lishdi, tirikmi, o'likmi ular. Lekin hech qisi yo'q. Menda aholilarning tuxumi bor. Xo'sh, demak fermani kattaroq qilamiz. Mana bular bekor o'tirmasliklari uchun. Xo'sh, demak menga toshlar kerak bo'ladi. Uni narigi tomonga kengaytiraman. Mana bo'ldi. Bu yuk Xitoy devoriday uzun bo'ldi. Endi esa chambaralarni o'rnatamiz. O'ylaymanki, mana bu yerga 5 ta hayvonlarni joylashtirsa bo'ladi. Mana endi har bir molxona uchun bularni alohida qilib qo'yamiz. Xo'sh, mana shunday. Men har bir molxonaga eshikchalar qurdim. Jin ursin, menga eshikchalar nima kerak? Axir men uchib kirib bilaman-ku. Jin ursin, esimdan chiqibdi. La'nati kislorod. Yo'q, xudoyim. Jin ursin, mana bundan yana bitta kerak menga. Men bu yerni tayyorlagunimcha sizlar bemalol tamaddi qilib olishingiz mumkin. Mana endi bu yerga barcha molxonalarni joylashtiramiz. Bu yerga tovuqlarni, bu yerga esa cho'chqalar. Sizlarning sherigingiz bor edi, ismi Durduqul edi. Agar sizning ham esingizda bo'lsa, kommentariy yozib qo'yishingiz mumkin. Bu yerga esa mushuklar. Jin ursin, mana bu meni haqiqiy mushugimga o'xshar ekan. Xullas, bu mushukning ismini Barsik deb qo'yamiz. Xo'sh, qoramollarni ham joylashtirdim. Mana endi bu yerga otlarni joylashtiramiz. Jin ursin, kichkina joyga 4 ta ot bo'ladi. Har birining egarlari bor ekan. Qoyil. Ular juda ham baland sakrasa kerak. Mana endi menda ham fazoviy ot bor. Xo'sh, Barsik inidan chiqibdimi? Men o'ylaymanki, sizlar bu yerga kirishingiz shart emas. Qani bu yoqqa kelinglar, kes. Bu sizlarning yangi uyingiz. Xo'sh, menda papugayning tuxumi va aholi bor. Axir bu mening papugayim-ku. La'nati, uning ismi nima edi? Esimga keldi, Rudolf. Mana endi qizil mollarni ham qora mollarga qo'shib qo'yamiz. Mana endi ser baraka bo'lgan yerimni ham kengaytirishim kerak. Chunki menga ko'proq oziq-ovqat kerak bo'ladi. Jin ursin, toshlarim ham tugab borayotgan ekan. Mana endi tezda kirib toshlarni terib chiqamiz. Mana endi orolchamni kengaytirsam ham bo'ladi. La'nati, mana bu ruhlar yurakka to'kildi. Xayriyatki menda nurlik pistoletim bor. Xo'sh, sandiqning ichida esa 2 blok yer bor ekan. Bu fermani qurish uchun yetmaydi. Mana endi 1 yoki 2 kun asteroidlarga otish bilan shug'ullanaman.
Chunki menga ko'proq yer kerak bo'ladi. Men mana shunday qilib otishni ham o'rganib olaman. Wow, jin ursin, osmonda moblar nima qiladi? Jin ursin, zombi skafandrni qayerdan olgan? La'nati yetemgan zombiya, la'nati creeper nima qiladi bu yerda? Jin ursin, men xafa bo'lishni o'rniga xursand bo'lyapman bularni ko'rib. La'nati creeper qanday yashagan ekan, axir bu yerda kislorod yo'q-ku. Yo'qolay sen ham. Demak, men moblar fermasini qurib bilaman, o'zimga tajriba olishim uchun. Ha, bu yaxshi g'oya. Lekin undan oldin ozgina otamiz. Xo'sh, menimcha boshlanishiga shu yetsa kerak. Men ekkan daraxt ham o'sib chiqdi. Bu kosmosda o'sgan birinchi daraxt. Jin ursin, mana bu tvar hozir tuxum qo'yib ketdimi? Bu meni tovuqlarimdan biri ekan. Shunga hayron bo'ldim. Mana endi ferma bilan shug'ullanamiz. Menga olmosli ketmon kerak bo'lyapti. Xo'sh, mana bu burchakda zinalar qo'yib chiqamiz. Bu yerdan suvni yuboramiz. Bu birozgina vaqt talab qiladi. Yanada osonroq yo'li bor, lekin bu yerni buzgim kelmayapti. Men mana bunday qilib bilaman-ku. Minecraft uchun ajoyib lifehack. Agar suv orqali cheksiz basseyn qurmoqchi bo'lsangiz, shunchaki mana bunday zinalarni o'rnating bo'ldi. Mana shunday qilib suvlaringiz saqlanib qoladi. Mana endi olmosli ketmonni qo'lga olgan holda ishni boshlaymiz. Mana endi yerni og'diramiz. Yana rasvo bo'ldi. Shunaqa ham ag'daramanmi? Mayli, hech qisi yo'q. Shunchaki ag'darilgan joyini tekislab chiqamiz. Endi esa tayyor bo'lganlarni terib chiqamiz. Ularni uchib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Yaxshiyamki menda jetpack bor. Mana endi barcha buyumlarimni olib bilaman. Tvar nima gap? Mana endi sen bilan birga uchaman. Mana endi kim seni otang deyapman. Faqat bitta sen uchib bilmaysan, la'nati tvar. Ha, hayot go'zal agar senda jetpack bo'lsa. Agar shunday ketadigan bo'lsa, jetpack kattalashishi mumkin. Mening orolim ham borgan sari kattalashyapti. Bu degani men ferma qurishim uchun anchagina joy bo'ladi. O'zi menda bittagina daraxt bor, shu ham meni ko'zimga yomon ko'rinyapti. Kelinglar, uni 40-kunga chopamiz. Chunki men fermani kengaytirishim kerak. Kutishdan foyda yo'q. Astronavtlarga otishimiz kerak. Chunki menga aholilar kerak. Men mana shu 100 kun ichida temir golemlar fermasini qurishim kerak. Temir bloklar olishim uchun. Chunki temir bloklar bilan men orolni o'rab olishim mumkin. Mana shundagina men orolni xavfsizligini ta'minlay olaman. Xo'sh, men 3 ta aholini tuxumini oldim. Menga yetadi. Mana ogohlantirish belgisi. 10 soniyadan so'ng orol kengayar ekan. Chunki bugun 40-kun. Qani ko'ramiz qanchaga kengayar ekan. Qani jetpackni kiyib uchib ko'raychi? Uning yo'qolg'isi bormikin? La'nati, mana bu tvarlar menga tashlanib yurakka to'kildi. Qani ko'raylikchi qanchaga kengaygan ekan. Anchagina chuqurroqqa o'sib ketibdi. Jin ursin, agar meni jetpackimni yo'qolg'isi tugaydigan bo'lsa, bu yerdan yiqilib o'lishim aniq. Shuning uchun yo'qolg'iga qarab turish kerak. U deyarli kengaymagan, shunchaki chuqurroqqa qarab o'sgan. Qani bo'lmasam orolning yuqorisiga chiqamiz. Jin ursin, 20% qolibdi-ku. Lekin men intiqlik bilan 50-kunni kutyapman. Chunki 50-kunda sayyoralik o'zgalar tashrif buyuradi. Mana shunda men nurlik pistoletimni yangilab bilaman. Endi esa orolni kengaytirishni boshlaymiz. Axir menda jetpack bor-ku, chunki jetpack bilan ishlash osonroq. Jin ursin, men skeletni otib qora tuynuk tomonga yubordim. Hattoki mana shu skeletda ham skafandr bor edi. Xo'sh, demak, la'nati, men tushib ketyapman. Meni jetpackim qayerda? Yuqoriga ko'tarilish uchun yo'qolg'im yetarmikin? Yo xudoyim. Yaxshiyamki jetpack bor ekan. Bo'lmasam asta-sekinlik bilan bo'shliqqa tushib ketib halok bo'lgan bo'lardim. Yo xudoyim. Men har doim aytaman, ehtiyotkorlik birinchi o'rinda turadi. Xo'sh, mana tayyor, platforma tayyor bo'ldi. Xo'sh, mana bu yerga eman daraxti ekamiz, narigi tomonda esa qora qarag'ay daraxtidan ekamiz. Orol borgan sari kattalashib boryapti. Bu juda ajoyib. Lekin shukr qilamiz, biz barchamiz bu yerda tirikmiz. Chunki mana bu asteroidlar men qurgan devorga hali ham borib urilyapti. Mening ham YouTube kanalim 1 million bo'larmikin? Albatta buning uchun harakat qilish kerak. Endi esa sandiqlar uchun yangi xona quramiz. Chunki buyumlarim uchun joy yetmayapti. Men bu yerni tartibga keltirib olishim kerak. Demak, menga bir nechta sandiqlar kerak. Sandiqlar uchun xonani mana shu yerga quramiz. Ularni ozgina balandroq va kengroq quramiz. Balki yana bitta mana bu yerga o'rnatamiz. Orqa tomoniga esa silliq toshlardan teramiz. Chunki boshqacha ko'rinadi. Sandiqlarning ikki chetiga yana sandiqlar o'rnatamiz. Chunki qimmatbaho buyumlarimni shu sandiqlarga joylashtiraman. Bu yerga esa yoritgichlar o'rnatamiz. Mana sandiqlar uchun xona tayyor. Keyin esa men generatorni mana shu yerga joylashtirmoqchiman. Chunki sandiqlarga yaqinroq bo'ladi-da. Qani bo'lmasam ishga kirishamiz. Mana toshlar generatori ham tayyor. Yana bu yerda creeperlar va o'rgimchaklar yuribdi. Va mana bu la'nati uchar tvarlar. Mana shu uchar mahluqlar sizga ham yoqmaydimi? Buni kommentariyada yozib ketinglar. Mana muzlagan kosmonavt va papugaymi? Rangi chiroyli ekan, yashil. Menga yoqyapti. Men bu yerga qo'riqchilar minorasini ko'tarmoqchiman. Mana shu xona to'la sandiqlar orqasida. Mana shundagina men yuqoriga chiqib bilaman va u yerda kichkinagina platforma bo'ladi. Men yuqoridan turib asteroidlarga otaman. Chunki 50-kunga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Chunki sayyoralik o'zgalar tashrif buyuradi. Mana bu itemganlarni qaranglar.
Xo'sh, bu yerda pechlarni qo'yib chiqamiz, chunki toshlar bizga ko'proq kerak bo'ladi. Xo'sh, mana shunday. O, la'nati kislorod. Har doim kislorod tugayapti. Men 100 kungacha mana shunday kislorodni generator tayyorlashim kerak. Albatta sizlarga bu video yoqayotgan bo'lsa, buni kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Endi esa bularni pechlarga joylashtiramiz. Mana endi g'ishlik toshlarni chiqishini kutamiz. Men bekor o'tirmaslik uchun nurlik pistoletimdan otaman. Piu piu. Xo'sh, demak men zina qurmasam ham bo'ladi. Chunki bilasizlar, menda jetpack bor. Men jetpack orqali minorani yuqorisiga chiqib bilaman. Xullas, minorani baland qilib quramiz. Jin ursin, minora antenaga o'xshayaptimi? Mayli, yomon emas, hozircha yaxshi ketyapti. Xullas, men bularni plitalar bilan mana bunday qilib tekislab chiqaman. Mana bu yerlarni ham to'ldiramiz. Mana bu yerga esa kichkina fundament bo'ladi. Jin ursin, asteroidlar kelib meni daraxtlarimga urilyapti. La'nati, ularni atrofini o'rab olmasam bo'lmaydi. Obbo! Yuqori umuman xavfli ekan. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu yer esa platformaga chiqadigan va kiradigan joyi bo'ladi. Xo'sh, binoni mana bu burchaklarni qiyasimon qilib qo'yamiz, chunki mana shu orqali asteroidlarni urishidan ozgina saqlanadi. Yoki bo'lmasam sayyoralik o'zgalari menga hujum qilsa, men yashirinaman. Mana bu mening minoram. Jin ursin, boshqacha chiqadi deb o'ylagandim. Mana endi qora toshlardan foydalangan holda binoni himoya qilamiz. Uni tayoqqa o'xshab uzun qilamiz. Jin ursin, salgina g'alati eshitildi. Kelinglar, unga knopka o'rnatamiz. Orqadan pushkaga o'xshab ko'rinishi uchun. Menga charxlovchi toshlar bor. Uni mana bu yerga joylashtiramiz. Mana bu o'q chiqargan la'nati. Men charxlovchi toshni tushirib yubordim. Xo'sh, bizga yoqilg'i kerak bo'lyapti. Jin ursin, asteroidlar juda ham yaqin kelibdi-ku. Xo'sh, agar mana bunday devorlarni qo'shadigan bo'lsam, yuqorisiga esa charxlovchi toshni o'rnataman. Agar to'g'ri kelsa. Qani, ko'raylikchi. Qoyil, hammasi joyida. Mana endi richag o'rnatamiz. Nima uchunligini o'zim ham bilmayman. Chetlariga esa bir nechta nishonlar o'rnatamiz va yana bir nechta richaglar qo'shib chiqdim. U menga o'zga sayyoraliklarning hujumidan yordam beradi va asteroidlardan ham meni saqlaydi. Sizlar mana buni otishiga bir qarang. Ovozi ham yaxshigina balandroq ekan. 50-kunga ham sanoqli soniyalar qoldi. Bu degani sayyoralik o'zgalar yaqinlashib kelyapti. Ular bu yerga juda ham kamdan kam bo'lishadi. Lekin ularni intiqlik bilan kutyapman. Ular kelgunicha ekinlarni terib olaman. Bolanati. Jin ursin, kosmosda ekanligim esimdan chiqib qolibdi-ku. Mana hammasi uchib ketdi. Xayriyatki menda jetpack bor ekan. Xo'sh, terilganlarni qayta ekib chiqamiz. Mana bu qora va qizil mollarga ham ozgina yem tashlash kerak. Durduqulni aka-ukalarga ham. Jin ursin, kichkinagina durduqulcha paydo bo'ldimi? Tog'lar ham esdan chiqmasin. Xo'sh, kelinglar, 50-kunda mana shu yerda o'tirib kutamiz. Va nihoyat bugun 50-kun. Jin ursin, ba'zi bir asteroidlar tezlashib ketdimi? Sayyoralik o'zgalar ham kelarmikin? Men o'zim ham bilmayman ularning ko'rinishi qanday. Mana sayyoralik o'zgalar. Ularning uchar kemasi laganga o'xshaydimi? Jin ursin, men nazorat bo'laklarini oldim. Men uni mana bu toshday bahaybat deb o'ylagandim. Ko'raylikchi, yana kelarmikin? Mana yana bittasi. Qoyil, undan zumradlar tushdi. Demak, ulardan qimmatbaho buyumlar olib bilaman. Mana bu rasvo toshlarni otgandan ko'ra. Mana bu menga yaqinlashib kelyapti. La'nati. Bambarbiya meni jonimni qutqardi. Men haqiqatan ham qimmatbaho buyumlar olyapman. Lekin bu juda ham kam-da. Qimmatbaho buyumlardan menda 2 ta. 3 ta bo'ldi. 3 ta sayyoralik o'zgalar uchib keldi 5 daqiqa ichida. Men bir necha kun sayyoralik o'zgalarni urib tushirish bilan band bo'laman. Chunki ulardan qimmatbaho buyumlar tushadi. Jin ursin, jackpotning kuchi tugadi. Men bilmasdan vulqonga tushib ketdim. Mana shuning uchun jackpotim buzildi. Jin ursin, jackpot sindi. Men bir kunimni yo'qotdim. Faqatgina bitta sayyoralik o'zgani urdim xolos. Bu yerda yong'in bo'lyaptimi? Lekin men yana bir kun kutaman. Ko'ramiz qancha sayyoralik o'zgani urib tushirar ekanman. Mana bular hozircha men to'plagan buyumlar. Mana 52-kun ham keldi. Men shu kunlar davomida bittagina sayyoralik o'zgani urdim xolos. Lekin ko'pgina muzlagan astronavtlarni urdim, ko'pgina tuxumlar oldim. Sayyoralik o'zgalardan olgan buyumlarim menimcha shular bo'lsa kerak. Mayli, nima ham deymiz. Lekin menga nazoratlik zirhli kiyim kerak-da. Va nihoyat yana bitta sayyoralik o'zga. Yana temirmi? Yana bitta nazoratviy bo'lak. Xullas, men yana 2 kunimni sayyoralik o'zgalarni urishga sarflayman. Chunki menga nazoratviy zirhli kiyimlar juda ham kerak. Mana 55-kun ham keldi. Menda 11 ta obsidian bo'laklari, ularni birlashtirsam 2 dona obsidian bo'ladi. Men yana bitta sayyoralik o'zgani urishim kerak. Agar omadim kelsa, men obsidianni qo'lga kiritaman. Mana shundagina zirhli kiyimlarim obsidianlik bo'ladi. Va nihoyat men o'zimga kerak bo'ladigan obsidian bo'laklarini oldim. Mana endi bularni haqiqiy obsidianlarga aylantiramiz.
Menda butun boshli obsidian zirhli kiyimlar yo'q-ku, lekin men haqiqiy kosmonavtga o'xshadim. Xo'sh, mana endi kelinglar, yana bitta jetpack yaratamiz. Chunki oldingisini sindirib qo'ydim. Ha, Jinorson, obsidianli zirhli kiyimimni yechib qo'ydim. Mana endi bechora Minecrafterga o'xshab qoldim. Chunki oddiy Minecrafterlar mana shunday ko'rinadi. Xo'sh, mana endi temir golemlar fermasini yasaymiz. Chunki menga temir bo'laklar juda ham ko'p kerak bo'ladi. Iltimos, faqat vulqonga tushib ketma. Xayriyat. Mana endi resurslar kovlaymiz. Xo'sh, demak bular tayyor bo'lgunicha, kelinglar sizlar bilan asteroidlarni otish o'yinini o'ynaymiz. Piu, yer la'nati o'tib ketdi-ku. Piu. Jinorson, shunaqa ham g'ilay bilamanmi? Bu nima, bug'ularning tuxumimi? Jinorson, hoy. Bo. Kimdir menga tushuntirib beradimi? Ular nimaga pastga tushib ketyapti? Menimcha bu qandaydir bir glyuk bo'lsa kerak. Qani ko'ramiz. Bu la'nati tushib ketmayapti-ku. Demak, gravitatsiya ishlamayapti. Axir bu yerda gravitatsiya yo'q-ku. Agar men nurlik pistoletimni 300 ga ko'taradigan bo'lsam, mana shunda u 20 soniyada otadi. Agar nurlik pistoletni 3000 ga ko'taradigan bo'lsam, u 1 marotaba otadi. Albatta 1 soniyada bitta otadi. Kelinglar, nurlik pistoletdan 3000 marotaba otamiz. Lekin buning uchun meni 2 kun vaqtim ketadi. Agar men hisob-kitobda adashmayotgan bo'lsam, bu Minecraft hisob bo'yicha 20 daqiqa. Kelinglar, men hozir kalkulyatorda hisoblayman. Jinorson, kalkulyatorim qayerda edi? Xo'sh, 20 daqiqani 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 1200 sekund bo'ladi. Agar ularni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 600 bo'lar ekan. Axir bu ajoyib-ku. Agar men 20 daqiqa vaqtimni sarflasam, men nurlik pistoletimdan 3000 marotaba otgan bo'laman. Tez orada ko'rishamiz. Jinorson, men yalqovlik qildim. Mishkani qo'lim bilan bosmadim-da, uni ustini skoch qilib qo'ydim. Endi 3000 ta emas, 3084 ta bo'libdi. Xo'sh, mana endi biz 1 soniya ichida otib bilamiz. Jinorson, bu juda ham tez-ku. Jinorson, 1 soniya ham juda ham katta ahamiyatga ega ekan. Agar men 10000 marotaba otadigan bo'lsam, bu 0.5 sekund bo'ladimi? Demak, bu nurlik pistolet emas, pulemyot bo'ladi. Balki mana shu 100 kun davomida 10000 marotaba otishga ham ega bo'larman. Lekin bunday tezlik bilan anchagina osonroq bo'ladi. Xo'sh, mana endi temir golemlar fermasi bilan shug'ullanamiz. Birinchi navbat bizga kichkinagina platforma kerak bo'ladi. Xo'sh, mana bu yer ferma uchun yetarli bo'lsa kerak. Jetpack bilan yanada osonroq ekan. Kosmosda yashash bu juda ham maroqli. Jinorson, tepada kislorod yo'q ekan. Menga kosmosga yoqmaydigani mana shu havo yetishmasligi. Lekin mana bu hayvonlar havosiz ham yashayapti. Mana endi qishloq aholilari uchun ham joy tayyorlashim kerak. U yerga zombilarni ham joylashtiramiz, mana shunda yaxshiroq bo'ladi. Endi menga kravat kerak, lekin kravat uchun menga qo'y kerak. Qo'y esa menda yo'q. Lekin uchib ketayotgan astronavtlar menga qo'y tuxumini bermadi. Demak, kravat yasash uchun men bir nechta o'rgimchaklarni o'ldirishim kerak. O'rgimchaklarning ipini olib, ulardan yung to'qiyman. Mana bu yerdagi fakellarni o'chiramiz va o'rgimchaklarni kutamiz. Jinorson, o'rgimchaklar hali ham yo'q. Hozirgina xabar keldi, asteroid yana kattalashar ekan. Ko'ramiz qancha kattalashar ekan. Qani jetpack orqali pastga tushib ko'raylikchi? Hozircha farqini sezmayapman. Menimcha salgina katta bo'lganga o'xshaydi. Ozgina katta bo'libdi. Yo'q, xudoyim, tagi yana o'sibdimi? Jinorson, bu yerga tushish juda ham xavfli. Bunaqada jetpackni yoqilg'isi tugab qolishi mumkin. Lekin men asteroidning ichkari tomonini ham tekshirgim kelyapti. Balkim asteroidning ichida katta g'or bo'lishi ham mumkin. Jinorson, nimalar bo'lyapti o'zi? Bizga hujum qilishdi. Mana endi pastga tushib kovlashni boshlaymiz. Ko'ramiz, asteroidning ichida sirli g'orlar bormikin. Xullas, men ozgina ishladim va hech vaqo topmadim. Menimcha bu shunchagina oddiygina asteroid. Xullas, foydasi yo'q. Kelinglar, tepaga ko'tarilamiz. Asteroid qancha katta bo'lgan sari ko'plab asteroidlar bizga kelib urilyapti. Men tezroq golemlar fermasi ishga tushishini xohlayman. Lekin la'nati moblar hali ham paydo bo'lgani yo'q. Xullas, orolni yanada kengaytiramiz, chunki menga o'rgimchaklar juda ham kerak. Balkim kengaytirganimdan so'ng moblar paydo bo'lar. Mana orol anchagina kattaroq bo'ldi. Mana endi ozgina kutsak bo'ldi. Mana moblar. Jinorson, ular ko'payib ketibdimi? Yo'q, xudoyim. Hozirgina yo'q edi-ku ular. Yo'q, xudoyim. Axir men orolni 15 blokka kengaytirgan edim, xolos. Xo'sh, qancha moblar bor ekan? To'g'risi bunchalik ko'p bo'ladi deb o'ylamagandim. Jinorson, ularga skafandr ham bor. Puchi, kichkina zombilarga ham skafandr bor ekan. Buncha moblar qayerdan paydo bo'ldi bilmayman-ku, lekin bu yaxshilikka. O'rgimchaklar ham kelibdi. Aynan menga mana shular kerak edi. Mana endi ularga qarab otamiz. Jinorson, ular tepaga chiqib oladi-ku. Yellanati, zombi apokalipsis boshlandimi nima balo? Endi ishga kirishmasak bo'lmaydi. Birinchi navbat kislorod g'amlab olamiz. Bu yerni ozgina ko'taramiz, ular menga hujum qilmasligi uchun. Yellanati, creeperlarmi? Yellanati, moblarni qaranglar. Mana buni zombi apokalipsis desa bo'ladi. Skeletlar menga otyaptimi? Lekin men o'rgimchaklarni o'ldirishim kerak. Men kislorod olishim kerak. Jinorson, creeperlar keldi-ku. Ozgina yegulik yeb ol. Yo'q, xudoyim. Mayli, nima balo bo'ldi hozir? Kosmosda creeper portladi. Xo'sh, ularni mana bu bo'shliqqa tushirish kerak. Qani, la'nati skafandr kiygan zombilar, sakranglar. Hozir men o'laman.
Jin ursin, vahshiy ekan-ku bu skeletlar. Yo'qol, yo'qlayveri. Yellanati, buncha moblar qayerdan paydo bo'lyapti? Jin ursin, skeletlar o'lgan bo'lsa, ularga skafandr nima keragi bor? Yo, xudoyim. Jin ursin, meni yo'qlig'im tugab boryapti. Men mana bu yerga platforma qurmasam bo'lmaydi. Uning uchun borib toshlarni olib kelish kerak. Yellanati, kimdir menga yordam beradimi o'zi? Va nihoyat. Men mana shu yerda birozgina nafasimni rostlayman. Bunga qaranglar. Mana endi men yovvoyi Minecrafter bo'ldim. O'qlarni qaranglar. Bironta sog' joyim qolmagan, hamma joyimga kamon o'qlari. Agar 4 ta ipdan bir bo'lak yung oladigan bo'lsam, demak bitta kravat yasashim uchun menga 12 ta ip kerak bo'ladi. Xo'sh, 12 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu oddiy matematika-ku, 36 bo'ladi. Demak 36 ta ip kerak bo'ladi. Men Albert Einsteinman. Yo'q xudoyim. Yellanati, men yana uchadigan tifarlarni eshityapmanmi? Birinchi bo'lib mana shu tifarlarni o'ldirish kerak. Jin ursin, creeperlar bu yerda dabdala qilyapti. Otang qurib berganday bu yerda portlatyapsan. Yellanati, o'rgimchaklar ham ko'payib ketdi. Bularni otib yo'q qilmasa bo'lmaydi. Men Minecraft emas, zombi o'yin o'ynayotganga o'xshayman. Yaxshiyamki moblardan tushadigan o'ljalar uchib ketadi. Men shunchaki bu yerda jetpack bilan uchib yuriyman. Chunki o'zimga zarar yetkazmaslik uchun. Xullas, ehtiyot bo'lish kerak. La'nati. Jin ursin, ular menga hujum qilyapti. La'nati, yo'qolg'im ham tugayaptimi nima balo? Bu yerda iplar ko'p ekan, lekin jonimni tiklab olishim kerak. Xo'sh, moblar bu yerda ko'p. Jin ursin, mana bu skeletlarning otish darajasi 120% mi nima balo? Bularga kamonni kim bergan o'zi? Bo'ldi, bu yerdagi barcha skeletlarni otib o'ldiramiz. Ular qayerga qo'yib bo'ldi? Sizlar ham uning orqasidan boringlar. Creeperlarni tushib ketishiga bir qarang. La'nati. Ahvol rasvo. Jin ursin, jetpack sinib ketdi. La'nati, kislorod beradigan ham sindi. Hozir uni yo'qotib qo'yaman shekilli. La'nati, tushunmay qoldim qanday qilib ular sindirdi. Menimcha uni la'nati itemgan creeper sindirdi. Yo'qolay bu yerdan. Breeze. Yo'qol. Shoshmanglar, ularni mana shu yerdan turib otsam ham bo'ladi-ku. Barcha o'rgimchaklarni mana shu yerdan turib otaman. Bitta ip uchib ketdi. Call of Duty o'yinidagi pistolet meni pistoletimdan ko'ra anchagina yaxshiroq. Men mana bu la'nati zombilarga shafqat qilmayman. Ularni mana bu nurlik pistoletim bilan otib o'ldiraman. Kiygan skafandringga uray seni. Mana endi ichkariga kiramiz. Mana bu o'rgimchaklarni o'ldirish esdan chiqmasin. Nima, menga yetib bilmayapsizlarmi? Yeta olmaysan, kal. Mana bu yerda ham o'rgimchaklar bor ekan. Men hech o'ylamagandim menga buncha o'rgimchaklar kerak bo'ladi deb. Jin ursin, yellanati, meni zaharlashdi. Yo'q do'yim. Ishlar rasvo bo'ldi. Meni hayotim xavf ostida. Shunchaki bu yerdan qochamiz. Mana bu alvastini ham o'ldirish kerak, chunki u o'rgimchaklardan ham xatarli. Tur yo'qol bu yerdan. Meni fermamda nima bor senga? Tur. Yellanati, ekinlarni bosib rasvo qilyapti. Yellanati. O'lib qoldimi? Yellanati, u meni to'tiqushchamni zaharladi. Padaringga la'nat seni. Men bu to'tiqushga hali ism ham qo'ymagan edim. Men seni bunchalikka borasan deb o'ylamagandim. Mana endi seni urib o'ldiraman. Jin ursin, bunchalik bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Kosmosdagi hayot yerdan ham battar bo'ldi-ku. Jin ursin, borgan sari qiyin bo'lib boryapti. Qo'rqmanglar, sizlar bemalol tuxum qo'yaveringlar. Bunisi oshib tushdi. Mana bu cho'chqalarga bir qarang. Bu yerda qirg'in balo bo'lyapti, bular sasib yotibdi. Xo'sh, mana endi kerakli materiallarni yig'ib yana bitta jetpack yasaymiz. Xo'sh, menga boshqa hech narsa kerak emasmi? Yo'q, hammasi bor ekan. La'nati, bizda hech vaqo yo'q-ku. Menga Sputnik bo'laklari kerak. Xayriyat, menda 3 ta bor ekan. Xo'sh, ulardan bitta yasaymiz. Endi esa barcha iplarni olib olamiz. Menimcha shular yetsa kerak. Hozircha menda iplardan 39 ta bo'ldi. Endi esa fakirlarni olib bu yerni yoritamiz. Chunki bu yerda moblarni yo'qotish kerak. Mana bo'ldi. Yo'q xudoyim. Golemlar fermasi moblar fermasiga aylanibdi-ku. Va nihoyat men moblardan xalos bo'ldim. Ular meni orolimni dabdala qilib ketishdi. Birinchi navbat creeperlar. Mana va nihoyat barchasini tuzatdim. Mana endi iplardan yunglarni to'qiyman. Xo'sh, kravatlardan 10 ta bo'ldi. Endi esa temir golemlar fermasini qurishda davom etaman. Va nihoyat men bu yerga qishloq aholilarini keltirishim shart emas. Ularni shunchaki teleportatsiya qilaman xolos. Bir kichkinagina muammo bor. Bizda zombilar spawneri yo'q. Xullas, ulardan bittasini topishim kerak. Jin ursin, mana bu asteroid aholilar ustidan uchib o'tdi. Har ehtimolga qarshi ularni himoya qilishim uchun devor qurishim kerak. Men mana bu lyukni zombilar uchun qurdim. Chunki ularni komposterga joylashtirishim kerak. Jin ursin, axir kosmosda quyosh yo'q-ku. Mana nima uchun zombilar yonmaydi. Bekoranki shuncha qurilmani qurdim. Mayli, nima bo'lsa ham bu yerga zombilarni olib kelamiz. Menimcha shu yaqin atrofda moblar bo'lish kerak. Xo'sh, bitta belgini olamiz. Unga Jonibek deb ism yozamiz. Mana endi bu yerga zombini olib kelamiz. Xo'sh, bu yerda zombilar yo'q, itemgan creeperlar bor ekan. Xo'sh, mana bu burchakda nima bor ekan? Zombi. Qani Jonibek, meni orqamdan yur. Nima uchun uni o'zi bunday deb atadim? Qiziq. Qani bu yoqqa kel. Temir golem paydo bo'ldimi? Menimcha temir golemni ko'rganday bo'ldim. Xo'sh, uni mana shu yerga joylashtiramiz. Keyin esa pastga tushiramiz. To'g'risi men uni komposterga joylashtirib bilmayapman. Hozir uni itarishga harakat qilaman. Qani Jonibek qimirla, la'nati meni urishni bas qil. Men seni komposterning ichiga soldim. Mana endi yuqoridagi knopkani bosamizda bu yerni tozalaymiz. Xo'sh, menga bir yaxshi g'oya keldi.
Agar men mana bu yerga zombilar uchun to'siq qo'ysam-chi? O, mana birinchi golem paydo bo'ldi. Oho, hozircha yaxshi ketyapti. Mana endi to'siq qo'ymasak bo'lmaydi. Mana bu zombini oldiga hech qanday asteroid kelib urilmasligi kerak. Mana endi mana bu suv omborining oldiga platforma quraman. Barcha golemlar mana shu yerga paydo bo'lishadi. Mana bo'ldi. Temir golemlar fermasi tayyor. Mana shuni qurish uchun qancha moblardan zarar ko'rdim. Endi esa temir golemlarning chiqishini kutamiz. Xo'sh, mana endi bu yerga bir nechta belgilar o'rnatamiz. Mana bu Wi-Fi ning kodi. 4 ta so'z bir so'z bilan yozilgan. Xo'sh, mana bu vulqonni to'g'irlaymiz. Jinorson hozir meni kuydiradi. La'nati. Jinorson axir buyumlar suzmaydi-ku. Obbo. Jinorson endi ularni qanday qilib terib olaman? Men buni o'ylab ko'rmagan ekanman. Yo xudoyim. Xo'sh, men mana endi ozgina ishlamaydigan miyamni bir chetini ishlataman. La'nati, hozir nima bo'ldi? Yo, suv qayerdan paydo bo'ldi? Jetpackni olib uchaylikchi, nima gap? Jinorson, axir uni juda ham baland qilib qurgan edim-ku. Obbo, panjarani yondirib yoribdi-ku. Hoy, kompostorni kuydirma la'nati. Bo'ldi. Mana endi bu yerni to'g'irlash kerak. Xo'sh, men bir nimani eksperiment qilib ko'rdim va bir nimani tushundim. Yel la'nati, nima uchun mendagi chap knopka ishlamayapti? Alo, Jinorson jetpackni yoqilg'isini ishlatib yubordim. Mana endi menga har tomondan 14 ta moslama kerak. Endi esa ulardan 4 ta o'rnataman, keyin esa ularni yoqib yuboraman. Mana shunda ularni bir chelak vulqon kutib turadi. Keyin bu yerga temir golem kelgandan so'ng vulqon yel la'nati shoshma. Axir men suvni esdan chiqaribman-ku. Mana bu yerga belgi o'rnatamiz vulqon suzib chiqmasligi uchun. Endi vulqon to'g'ri suzib chiqadi. Keyin esa temir golemlar o'lib, ulardan temirlar qoladi. Mana shunda temir bo'laklari yonib ketmasdan tepaga ko'tariladi. Keyin esa biz ularni terib olamiz. Agar meni kimdir tushungan bo'lsa, kelinglar bularni sinab ko'ramiz. Birinchi mana bu temir golemni yo'q qilamiz. Uzr oshna, lekin sen ham nurlik pistoletimdan tatib ko'rishing kerak. Mana endi temirni olamiz. Narigi tomonda ham bitta bor ekan. Uni uzoqdan turib otaman. Mana yana bitta temir golem. Jinorson, axir suv uni o'chiryapti-ku. Men bu yerda tuzatib olishim kerak. Mana 69-kun. Juda ham ajoyib nomerda. Men temir golemlarni 2 blok pastga joylashtirdim. Ularni suv o'chirmasligi uchun. Endi esa bu yerga bir chelak vulqon to'kamiz. Mana shunda u olovga kuyishi kerak. Mana shunda temirlar va barcha buyumlar tepaga ko'tariladi. Aynan mana shu menga kerak edi. Mana endi bu yerga ozgina suv qo'shaman, keyin ularni bunker tomonga qarab yo'lantiraman. Xullas, meni rejam shunday. Men bu yerga bir nechta porshin joylashtirdim, chunki temir golemlar bo'lar bo'lmas joyga paydo bo'lmasliklari uchun. Ana yana ozgina, mana bu yerga yana ozgina temir bor, bu yaxshi natija. Mana temirlar tepaga suzib chiqyapti. Mana endi yuqoriga ko'tarilayotgan suvning ustida ishlaymiz. Yana kimdir menga o'xshab pastdan emas, yuqoridan buyumlarni olganmi? Bu juda ham qiziq. Xo'sh, men sistemani qurdim, mana endi ishlaydi degan umiddaman. Mana bu yonib ketibdi. Mana bu mening fermam. To'g'ri, golem pastdan emas, tepadan tushyapti. Bu men ko'rgan eng qiziq hodisa. Xo'sh, mana endi bu fermani 2 kun davomida kuzatamiz. Ko'ramiz men qancha temir olib bilar ekanman. Xo'sh, 2 kun ham o'tdi. Mana bu men olgan temirlar. Yomon emas do'stlar, yomon emas. Xo'sh, bularni temir bloklarga aylantiramiz. Mana endi temirlarni bizga keragi bo'lguncha g'amlaymiz. Chunki biz mana bu devorni temirdan qilishimiz kerak. Chunki bu devorga juda ham ko'p zarbalar kelyapti. Men ko'rmoqchiman, jetpackni yoqilg'isini to'ldirib, qancha balandlikka ko'tarilib bilar ekanman. Ko'ramiz, ko'tarilaveraylikchi, balkim oygacha ucharman. Men hozircha kosmosdagi bulutlargacha boryapman. Bu hali yetarlicha emas. Bu men o'ylaganimdan ko'ra qiyinroq ekan. Menda yutuq bor. Ajoyib. Mana bo'ldi, hozircha shu. Xullas, men boya aytganimday, nurli pistoletimdan 10,000 marotaba otadigan bo'lsam, uning tezligi 2 barobarga oshadi. Xullas do'stlar, sizlar men nima qilishimni payqagan bo'lsangiz, buni kommentariyada yozishingiz mumkin. Men yana 6,000 marotaba otishim kerak. Hali yarim yo'lga ham kelganim yo'q. Men 1 soatdan beri nurli pistoletimdan otyapman. Mana bu menga kelayotgan toshlarni qum zarralarga aylantiryapman. Shuncha qiyinchilik va mashaqqatlardan so'ng men va nihoyat 9999 marotaba otdim. Yana 1 marotaba otsam 10,000 marotaba otgan bo'laman. Mana qaranglar, nomerlar 99999 bo'lgan. Men umrim davomida hali bunchalik otishma qilmagan edim. Jinorson, nima uchun meni shimim yo'q? Agar mana bu uchib kelayotgan asteroidlarni xotin deb oladigan bo'lsak, ularga zavancha qilib otish kerak. Mana va nihoyat 10,000 marotaba otdim. Xo'sh, la'nati, sal qolsa yo'qotib qo'yardim. Jinorson, jimgina qo'limda tur. Meni nurlik pistoletimni ko'rinishiga bir qarang. Jinorson turgan joyda aylanyapti. Mana 10,000 marotaba otganimizdan so'ng endi u juda ham tezroq ishlash kerak. Qani ko'raylikchi nima o'zgargan ekan. Yo'q xudoyim, mana buni otishma desa bo'ladi. Jinorson, men nimani otyapman o'zim ham ko'rmayapman. Endi mana buni nurlik pistolet desa bo'ladi. Men otishmaga berilib ketganimdan so'ng temir bo'laklari ham anchagina yig'ilib qolibdi.
Mana endi bularni terib olib, temir bloklarga aylantiramiz. Oho, bizda 3 uyum temir bloklar bor. Mana endi toshlik devorni temir devorga aylantiramiz. Mana bo'ldi. Va nihoyat devor temirlik bo'ldi. Mana endi hech qanday asteroid bu devorni buza olmaydi. U juda ham mustahkam bo'lgan. Uning mustahkamligi meni pechenyalik boshimday. Bugun esa 80-kun. Bilasizlarmi bu nima degani? Esingizda bo'lsa 20 kun oldin asteroid kattalashgan edi. Men bir narsaga qiziqib qoldim. 100-kunga kelib biz yashab turgan orol yana qanchaga kengayar ekan? Men borib bir nima yeb kelmasam ochimdan o'laman, tez qaytaman. Mana ogohlantirish ham boshlandi. 10 soniyadan so'ng biz yashab turgan asteroid yana kengayadi. Lekin u yetarlicha katta bo'lgan. Qani ko'raylikchi. Yo'q, xudoyim. Jin ursin, men bunaqasini kutmagan edim. O, mana bular nima balo? Nima balo? Asteroidga kelib asteroid urilyaptimi? Jin ursin, meni daraxtlarimni o'tinga aylantiribdi. Jin ursin, mana bu asteroidlar kelib meni orolimga urilgan ekan. Yo tavba. Ha, mayli. Men bu orolni tekshirishdan oldin birinchi navbat jetpackni yoqiliqsini to'ldirish kerak. Ha, mayli, qani olg'a. Jin ursin, mana buni maydon desa bo'ladi. Mana bu yerning yerlari ham g'alati ekan. O'zi nima balo bu, bronzami? Jin ursin, endi bu yerda menga nima keragi bor? Axir menda temir golemlar fermasi bo'lsa. Do'stlar, nima bo'lgan taqdirda ham bizning orol, ya'ni asteroid yetarli darajada kattalashdi. Lekin kattalashgani ham bir tomondan yaxshi bo'ldi. Men atrofini uchib ko'rdim, u yerda g'orlar paydo bo'libdi. Xo'sh, mana endi g'orlarni tekshirishga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Ko'ramiz, men yashab turgan asteroidning ichida nimalar bor ekan. Men kislorod g'amlab olayotgan bir paytda qishloq aholilarining uyi teshilib qolibdi. La'nati, mana bunisi qayerga ketyapti? Voy, alo. La'nati, qishloq aholilarini himoya qilib bilmadim-ku. Jin ursin, nimalarga chalg'ib yuribman o'zi. Uzr oshnalar, boshqa bu qaytarilmaydi. Qana Saytnazar, ukang Abdullohni ko'tarib uyingga bor. Ibi la'nati, Saytnazar, men senga uyga kir degan edim. Men nima qilishim kerak? Ularni o'zlari chiqishdi. Maylimi bir qitta toza havodan nafas olsak. La'nati, axir sizlar kislorod izlayapsizlar. Bilganingizni qiling. La'nati, hali ham to'sib qo'ygan ekanman. Jin ursin, asteroidlar kattalashib, tezlashib qolishdimi? Xo'sh, men yoqilg'ini to'ldirib oldim. Mana endi g'orlarni tekshiramiz. Menimcha ular narigi tomonda. Juda ham xavfli ishni qilyapman-da. Bitta g'orni topdim. La'nati, olmoslar bilan zumradlarni qaranglar. O'zi menga mana shular kerak edi. Mana endi buvimning bozor sumkalarini chiqarib to'ldirib olish kerak. Birinchi olmoslardan boshlaymiz. Men bularni o'zim yashab turgan asteroiddan o'g'irlayman. La'nati, 27 ta olmos bo'ldimi? La'nati, axir men kislorod olishni unutibman-ku. Qana bo'la qol. Yo'q. Men tezroq bu yerdan chiqib olishim kerak. Jin ursin, 40% yo'qolg'im qoldi. Men yuqoriga chiqib olarmikinman? Nimadan xavotir olasiz? Albatta bilaman. Mana men xavfsiz joydaman. Men shunchaki kislorodni to'ldirib olsam bo'ldi. Mana endi tezda chiqib olamizda kislorodni g'amlab olamiz. Yo'q, uni o'zim bilan olib ketaman. Jin ursin, bu nima? Asteroidning oxirimi? Mana buni foydali qazilmalar desa bo'ladi. Olmoslar, zumradlar va yana qimmatbaho bir balolar. Mana endi men shunchalik boymanki, olmoslar men uchun oddiy ko'rinyapti. Agar videoni boshida yo'q, menda mana shular bo'lganda edi, meni barcha buyumlarim olmosdan bo'lgan bo'lardi. Mana bu yerda lazurit bor ekan. Bulardan sehrlangan buyumlar yasasa bo'ladi. Chunki olmosdan ko'ra lazurit topish juda ham qiyin. Xo'sh, bu g'orning oxiri ekan. Xullas, bu yerda tiriklardan mendan boshqa hech kim yo'q. Hattoki sayyoralik o'zgalar ham. Sayyoralik o'zgalar yomon bo'lishi ham mumkin, yaxshi bo'lishi ham mumkin. Ha, mayli, kim bilsin, ularni men ham ko'rganim yo'q. Jin ursin, meni og'irligimni jetpack ko'taryapti. La'natlar, bu yerda zapal bo'lyaptimi? Sizlar uchun issiqqina alohida xona tayyorlab qo'ygan bo'lsam. Men ko'rib turibman, asteroidlar juda ham katta va juda ham tezlashgan. Mana bu men qurgan pushka yordam bermayapti. Demak, bunday pushkalardan ko'paytiramiz. Bunday pushkalar toshlar bilan otadigan bo'ladi. Men kerakli resurslarni oldim, mana endi qurishni boshlaymiz. Va nihoyat men 3 ta pushkani qurib bitkazdim. Men juda ham ko'p vaqtimni yo'qotdim va juda ham ko'p zarbalarni oldim. Lekin ko'rinishi juda ham ajoyib. Mana bu pushkaning uchi relslardan iborat, mana bu bahaybat o'rtadagi esa pushka. Uning yuqorisida esa miniganlar joylashgan. Mana bular esa kelayotgan toshlarni otib sindiradi. Mana bu pushka sayyoralik o'zgalar uchun, mana bunisi esa katta asteroidlar uchun. Yo'q xudoyim, xavotir olmanglar. Ular asteroidlarning zarbasiga chidamli. Mana bu uchovi tepaga qurgan bitta pushkamdan ko'ra yaxshiroq. Haqiqatan ham o'yinchoqqa o'xshab qolgan. Bugun 87-kun, demak nurli pistoletimdan otishni boshlaymiz. Pistoletning otish darajasi juda ham tezlashgan. Demak, kerakli resurslarni to'playmiz. La'nati, bo'lishi mumkin emas.
Men sayyoralik o'zgalarga otganimdan keyin Kray portaliga boradigan karkas berdi. Mana endi men tushundim nima uchun sayyoralik o'zgalar juda ham tez harakatlanyapti. Lekin bular juda ham ko'p imkoniyatlar ochib beradi. Mana endi asteroidlarga otaveramiz sayyoralik o'zgalarni uchratmagunimizcha. Men 15 ta sayyoralik o'zgalarni otganimdan so'ng yana menga Kray portalining karkasi tushdi. Agar matematika hisob kitobi bilan yechadigan bo'lsak, menga 12 ta karkas kerak bo'lar ekan. Xo'sh, bugunchalik otishma yetarlicha bo'ldi. Kelinglar Kray portali uchun joy tayyorlaymiz. Xo'sh, biz boshqa dunyoga tushib qolmoqchi bo'lsak, u juda ham o'zgacha bo'lishi kerak. Mana endi asteroidning g'orlaridan biriga tushamiz. Xo'sh, teshigi qayerda edi? Bu yerdagi barcha qimmatbaho qazilmalarni olib, Kray portali uchun joy tayyorlaymiz. Qani bo'lmasam qazish ishlarini boshladik. Mana endi menda juda ham ko'p olmoslar bor. Men bu olmoslardan olmosli bloklar tayyorlayman. Albatta zumradlardan ham. Endi mana bu tillolarni eritamiz. Jin ursin, tillolar ham ko'p ekan. Menimcha men uni mana shu yerga quraman, asteroidning ustiga. Ularni tillo bloklar bilan bezaymiz. Yomon emas. Mana bu yog'ochning ichiga esa Kray portalni o'rnatamiz. Uning ichiga ozgina olmoslardan teramiz. Mana bu burchaklarga esa zumradli bloklardan teramiz. Mana shundagina oxirgi qiladigan ishimiz uni devorlarni temir bloklar bilan yopib chiqamiz. Mana bu yerga kichkinagina panjara o'rnatamiz. Jin ursin, yana menga kislorod kerak. Qani bo'la qol. La'nati, meni jonim tez ketyapti-ku. Bo'la qol. Qani bo'la qol. Yo xudoyim, oxirgi yuragim qolgan edi. Jin ursin, men qo'rqmadim, sizlar esa qo'rqdingiz. To'g'risini aytsam, men kichib qo'yay dedim qo'rqqanimdan. Xo'sh, mana bu Kray portaliga boradigan xona. Kelinglar, mana endi o'rtaga turib olamiz. Endi esa Krayga boradigan portalni birin-ketin o'rnatib chiqamiz. Yana menga portalning blokidan o'nta kerak. Portal yongandan so'ng borib Ajdarho Krayni mag'lub qilamiz. Endi esa sayyoralik o'zgalarni otishni davom etamiz. Chunki menga Kray portalining bloklari kerak. Mana bu men yig'ib terganlarim. Mana bunisi esa menga kerakli bo'ladigan bloklar. Sayyoralik o'zgalarni ham tez-tez uchratadigan bo'ldim. Mana Kray portali deyarli tayyor bo'ldi. Yana menga 6 ta kerak ekan. Kelinglar, tezda ferma quramiz spawner moblar uchun. Menga ozgina tajriba kerak. Yana zirhli kiyimlarimni ham yangilab olishim kerak. Mana bu yerga kichkina platforma quramiz, chunki spawner mana shu yerda bo'ladi. Mana moblar uchun kichkinagina platforma. Endi esa moblar fermasini qurishni boshlaymiz. Bu sizlar ko'rgan eng oddiy fermalardan biri bo'ladi. Mana kichkinagina moblar fermasi tayyor. Tushunmadim, mening devorimda sayyoralik o'zgalar nima qiladi? Nima balo, bu tiqilib qolganmi? La'nati, g'oyib bo'ldimi? Sayyoralik o'zgalarni teleportatsiya qilish qobiliyati bor ekan. Bizda ham shunday qobiliyat bor deb hisoblaymiz. Kray portalining qolgan qoldiqlarini ham topsak, biz ham teleportatsiya qilish qobiliyatiga ega bo'lamiz. La'nati, kichkina yobana shakarchalari. Mana endi moblarni birin-ketin qiramiz. Chunki men zirhli kiyimlarimni yangilab olishim kerak. Jin ursin, fermani nima buncha baland qurganman? Xo'sh, mening darajam 33 bo'ldi. Mana endi sehrli stol yasaymiz. Birinchisi mustahkamlik, mana bo'ldi. Ikkinchisi esa u ham mustahkamlik va olovdan himoya. Jin ursin, yana tajriba kerak. Mana bir kunda men nimalar oldim? Himoya 4 va yana himoya 4 va instrumentlarimni sehrlab yangilab oldim. Bu meni anchagina vaqtimni oldi, lekin bilganingizdek meni vaqtim kam qolgan. Men qolgan Kray portalining bloklarini topishim uchun 6 kun vaqtim ketdi. Mana endi men yana sayyoralik o'zgalarni otishim kerak. Xullas, boshladik. Xo'sh, tovuqcha, biz 10404 marotaba otdik. Ko'ramiz, men Kray portalining qoldiqlarini topgunimcha necha marotaba otarkanmiz. Do'stlar, aytsam ishonmaysiz, men Kray portallarining bloklaridan 7 ta topdim. Bitta sayyoralik o'zgadan 2 ta tushdi. Xo'sh, mening otganim 10404 ta edi. Hozir esa mening otganim 12650 bo'libdi. Xo'sh, agar men adashmayotgan bo'lsam, men bularni topishim uchun 2200 marotaba otgan ekanman. Jin ursin, juda ham qiyin bo'ldi bu. Kelinglar, endi ularni joylashtirib chiqamiz. Shoshmanglar, menda yana bitta ortiqcha qoldi. Buni qayerga qo'ysam ekan? Buni mana bu yerga qo'yaman. Xo'sh, mana endi bizga Kray marvaratlardan kerak. Hozircha menda bir nechta bor. Xo'sh, Kray marvaratlardan 5 ta, olovli tayoqchalardan esa 9 ta bor ekan. Lekin menga Kray marvaratlardan ko'proq kerak. Xo'sh, demak tajriba olishni boshlaymiz. Shu bahona qilichimni ham sehrlab olaman. Mana shunda Kray marvaratlarni topish yanada osonroq bo'ladi. Xo'sh, jin ursin, menda lazurit yo'q ekan-ku. Do'stlar, men qilichimni sehrlab olganimdan so'ng ko'rishamiz. Xo'sh, bosqinchilik darajasi 2. Ha, mayli, yo'qdan ko'ra bor. Endi esa bu yerdagi fakellarni olib tashlaymiz, Kray qo'riqchilari bilan jang qilishimiz uchun. Ha, do'stlar, bu oson bo'lmaydi. Xo'sh, hozircha hech kim ko'rinmaydi. Men nurlik pistoletimni qo'limga olib ularga qarab otaman. Ular u yerda batamom yo'q bo'lgunlarcha. Jin ursin, ular nima uchun hali ham paydo bo'lishmayapti? Hammasi joyida, axir bu yerda g'or borligi esimdan chiqdi-ku. Mana nima uchun moblar bu yerga paydo bo'lyapti. Men bu yerda endermenlarni ko'ryapman, bu yaxshi degani. Lekin bu juda ham xavfli. Mana bu yerni kovlab o'zimga xavfsiz joy qilib olaman. Chunki shu yerdan turib endermenlarni o'ldirish uchun.
Kislorod generatorini joylashtirdim. Mana endi boshladik. La'nati endermenlar, yer la'nati. Ularni oyog'iga sehrli qilichim bilan uraman. O, men kiray ko'zlarini oldim. Mana buni effektni zarba desa bo'ladi. Xo'sh, ulardan nechta ekan? 8 ta. Mana yana bittasi. Qani bolam, otajoning oldiga kel. O, la'nati, bu endermen urg'ochi ekan. Xo'sh, men kiray ko'zlarini olganimdan so'ng ko'rishamiz. Mana menda 14 ta kiray ko'zlari bor. Xullas, ularni joylashtirib yo'lga otlansak ham bo'ladi. Do'stlar, mana endi kiray portalini yoqish vaqti keldi. Da. Mana shu qo'shiqni yaxshi ko'raman-da. O, mana bo'ldi. Kiray portali ham yondi. Men yana bir narsa qilishim kerak. Men kamonimni sehrlamadim, chunki menda nurlik pistoletim bor. Menga shu yetadi, chunki yovoyga o'xshab kamon bilan bormoqchi emasman. Har ehtimolga qarshi bir nechta chelak suv olaman. Mana endi men tayyorman. Men o'ylaymanki, nurlik pistoletim kristallarni sindiradi, chunki men o'zim bilan kamon olmayapman. Mana endi oxirgi ender marvaratni joylashtiramiz va olg'a. O, shoshmanglar, axir men kislorod olmadim-ku. Jin ursin, agar men hozir kislorodsiz borganimda edi, portaldan chiqishim bilan o'lib qolgan bo'lardim. Agar ajdarho buni sindiradigan bo'lsa, men momentalni o'lib qolaman. Xo'sh, bu men uchun kerakli buyum. Xo'sh, kislorod deyarli 100% bo'ldi. Mana endi uni sindirib yo'lga chiqamiz. Menga omad tilanglar. Mana va nihoyat men aytilgan manzildaman. Men jetpackni yoqish esimdan chiqibdi-ku. Xo'sh, mana endi yuqoriga ko'tarilamiz. Men mana bu yerga turgan ko'prikni olib tashladim. Umid qilamanki, mening nurlik pistoletim mana bu kiray kristallarni sindiradi. Agar sindirmasa, pechenya o'ldim deyaver. O, jinorson, buni tepaga chiqib ko'rishimiz kerak. O, yo xudoyim, nurlik pistoletim kristallarni sindirmayapti-ku. O, mana endi hammasini qo'lda sindirib chiqish kerak. Uni mana bu yoqqa zarba beramiz. Jinorson. Agar ursam qo'lim kuymasmikin? Xo'sh, demak barcha kristallarni sindirib chiqishimiz kerak. Shoshmanglar, nurlik pistolet bilan ajdarxoni jonini olsa bo'ladimi? Men o'zimni o'zim aldagan ekanman. Yellanati, zig'ircha ham joni ketmayapti-ku. Essiz kamonni olmagan ekanman-da. Axir ender ajdarxosi men uchun tayyor edi. Men esa yo'q. Mana bunisi esa oxirgisi. Ana, wow! Mana bo'ldi. Xo'sh, mana endi jetpackni kiyib olamiz va yoqilg'isini qo'yamiz. Men unga mana bu pistoletdan otmoqchi edim, lekin jin ursin otib bo'lmas ekan. O'zi bu qanaqa nurlik pistolet bo'ldi, ajdarxoni jonini olmasa. La'nati. Kislorod beradigan moslamamni ham sastib rasvo qildi. Fu billet. Xayriyatki, men hali ham undan foydalana bilyapman. Xullas, ajdarxoni o'ldirishning eng oson usuli mana bu bolta bilan chopishim kerak. Nurlik pistoleting o'rgasini. Ha, mayli, oshna hazillashdim. Xo'sh, u pastga tushyapti. Mana endi unga bolta bilan zarba beramiz. Qani la'nati, birinchi bo'lib seni qorningga zarba beraman. O, la'nati, men mana shunday bo'ladi deb o'ylagandim. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Uni mag'lub qilishni yo'lini o'ylab topishim kerak. Bu yerda uchib biladigan faqat sen emas, la'nati. Kelinglar, uni boshiga qarab zarba beramiz. Uni boshiga zarba berish qiyin ekan. La'nati, men nima qildim senga? La'nati. Yo'qolay o'yle. Xo'sh, u bir joyda turibdi. Mana endi men unga zarba bersam bo'ladi. Itemgan qayerga uchib ketdi? Bu oson bo'lmaydi shekilli. Men ozgina kislorod g'amlab olmasam bo'lmaydi. Unga yaqin borib zarba berishga harakat qilaman. Qani yaqinroq kel. Qani bu yoqqa kel. Erkakga o'xshab birga bir jang qilamiz, agar erkak bo'lsa. Mana endi menda imkon tug'ildi. Uni och biqiniga zarba beraman. Mana endi esa uni la'nati qayerga uchib ketyapti bu? Xo'sh, u yana qaytib kelyapti. Yana bir nechta zarba bersam bo'ldi, u o'ladi. Lekin meni ham kislorodim tugab boryapti. Bu xavfli. Qani, bo'la qol. Yaqinroq kel. Jin ursin, yana uchib ketdi-ku. La'nati, mana bu endermenga nima qildim men? O'ylay, yo'qolay o'ylay. Men Minecraft o'ynab bunchalik nervni chit qilmagan edim. Mana ajdarho pastga tushyapti. Menda imkoniyat tug'ildi. Uni mana shu yerda kutaman. Qani, yaqinroq. Qo'yil, biz ender ajdarhosini o'ldirdik. Men alfabetda o'zi bitta sayyorasidan kelgan edim. Endi esa bu yerdagi tajribalarni terib olamiz. Mana bu ender ajdarhosining ichi. Otni ichi demoqchi edim, lekin bu ajdarhoning ichi. O'zi videoning oxiri mana shunday tugash kerak edi, lekin bu yerda gravitatsiya yo'q. Agar u yerga boradigan bo'lsam, yana skafandr kiyishimga to'g'ri keladi. Mana endi ajdarhoning tuxumini olamiz. Xo'sh, u mana bu yerda ekan. Mana endi seni tuxuming menda. Endi esa asteroid tomon olg'a. Va nihoyat men qaytdim. Xayriyat, bu yerda hammasi joyida ekan. Ajdarho kirayning tuxumini mana bu portalning oldiga qo'yaman. Do'stlar, va nihoyat biz 100-kunga ham yetib keldik. La'nati, sayyoralik o'zgararmi? Men otmasimdan oldin portlab ketdi-ku. Xullas, bugun bizda 100-kun. Bugun hech nima qilmaymiz, chunki bugun 100-kun. Biz shu kungacha erishgan natijalarimizga shunchaki tomosha qilib o'tiramiz xolos. Do'stlar, biz sizlar bilan shu 100 kun ichida nimalarni boshimizdan kechirmadik. Sizlarsiz hech nima bo'lmas edi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz rahmat. Albatta, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Tez orada ko'rishamiz. Xayr.